O'quvchi bo'lib o'qib ketdi, yaqin do'stim boy ekan, bildim sizga yoqib ketdi. Nima derdik endi biz, yana yolg'iz. Dunyo o'zi shunday bir tabassum. Bugungi kunda fuqarolarimiz tomonidan mualliflik huquqini buzish holatlari kuzatilmoqda. Xususan, asarlardan qonunga xilof ravishda foydalanish, ushbu asarning kontrafakt nusxalarini takrorlash hamda tarqatish, ularni omma oldida ijro etish yuzasidan javobgarlik belgilangan. Fan, adabiyot va san'at asarlar, jumladan she'riy to'plamlar, hikoyalar, tarjima asarlar, qissalar O'zbekiston Respublikasining mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonuni bilan muhofaza qilinadi.